ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan 25S018Ga bo'lgan Nexia rusumli transport vositani topib, mana haydovchi bilan suhbatlashdik. Hurmatli haydovchi, siz mana migalka o'rnatib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lganda shu transport vositangiz. Nima uchun o'rnatgansiz uni? Shu uyda o'g'illar bitta o'rtog'ini ilab kelib turib qiziqib qo'ygan. Mumkin emasligini bilarmidingiz? Ha, men albatta bilaman, hammasini bilaman, mumkin emasligini. Mana siz ko'p yillik tajribaga ega haydovchisiz, to'g'rimi? Shu o'zingizda mana shu yosh avlod, yosh haydovchilarga nima degan bo'ladingiz? Mumkin emas bunaqangi narsalar. Uzr so'raymiz, endi shuncha odamni ovora qildik, sarson qildik. Bolalarga ham barimizga shunday tushuncha beramiz. Ma'muriy kodeksda ko'rsatilgan moddada ma'mur meni rasmiylashtiraman. Hurmatli haydovchi, transport vositangizni saqlash uchun vaqtinchalik jarima maydoniga jo'natiladi. Aynan.